Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi Savdo kanalidasiz, siz bilan Nodir Shoh. Avvalgi dasturimizda aytib o'tganimdek, Google'ning bulutli serveri haqida ma'lumot berib o'tgandim. Bu Gmail akkaunt ochganingizda 15 gigabaytgacha o'zining ichki xotirasidan foydalanish imkoniyatini beruvchi tizim haqida ma'lumot berganim. Ya'ni Google akkaunt ochganingizda Google kompaniyasi tomonidan sizga 15 gigabaytgacha o'zining bulutli serverdan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu 15 gigabaytgacha o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yuklab qo'yib, bemalol foydalanish imkoniyatini beradi. Ya'ni telefon yo'qolsa ham, o'chib ketsa ham, yo'qib ketsa ham Google akkauntingizni kiritib, ushbu Google'ning bulutli tizimidan foydalanib, o'zingiz yuklab qo'ygan ma'lumotlaringizni qayta yuklab olish imkoniyatini yaratib beruvchi tizim haqida gapirgandim. Bugun ushbu tizimdan qanday foydalanish haqida ko'rsatib o'taman. Qani boshladik. Va'da qilganimdek, Google akkaunt ochganingizda, Gmail akkaunt ochganingizda Google tomonidan, ya'ni Google kompaniyasi tomonidan sizga 15 gigabaytgacha ichki xotira beradi. 15 gigabaytgacha ma'lumotlaringizni uning ichki xotirasida saqlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bulutli serverda saqlash imkoniyatiga ega bo'lasiz deb o'tgan safar darsimda ham aytib o'tgandim. Buni bugun hozir o'rgatib o'taman. Buning uchun mana bu Google Disk ilovasi kerak bo'ladi. Redmi telefonlarida va ba'zi bir telefonlarda mavjud bu ilova. Agarda bo'lmasa, Play Marketdan tortib olasiz. Disk, Google Disk ustiga bosasiz. Ustiga bosganingizdan so'ng mana kirasiz. Mana bu yerda 15 gigabaytgacha ma'lumotni yuklash imkoniyati mana pastga yozib qo'yibdi Xranitski. Mana 15 gigabaytgacha ma'lumotni mana yuklasangiz bo'ladi. Mana yerda yozib qo'yibdi 15 gigabaytgacha ma'lumotni yuklash imkoniyatiga egasiz. Agarda sizga yana katta ob'yom kerak bo'lsa, kattaroq xotira kerak bo'lsa, bu albatta pulli. Mana 30 gigabayt $29.029 bir oyiga to'lab, bundan ham katta bo'lgan xotirani, ya'ni serverda saqlashingiz mumkin. Bulutli serverda saqlashingiz mumkin. Bu yerda narxlari bor. Mana 100 gigabayt, 200 gigabayt ma'lumotlaringizni bemalol Google'ning Gmail akkaunt serverida saqlasangiz bo'ladi. Telefoningizda saqlashingiz shart emas. Agarda ma'lumotlaringizni bulutli tizimda saqlasangiz, bemalol Gmail akkauntingizda yozib, mana shu yuklangan ma'lumotlaringizni yuklab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz Google'ning. Mana. Agar sizga kerak bo'lsa, mana 100 gigabaytlar bor. 200 gigabaytlar mana 0.75 oylik to'lovi, xohlasangiz yillik, xohlasangiz oylik, xohlagan to'lovni to'lab foydalansangiz bo'ladi. Buning qulayligi, xavfsizligi juda ham zo'r. Masalan, telefoningiz yo'qolib ketadimi, sinib ketadimi, titilib ketadimi, bu Gmail akkauntingizda ma'lumotlaringiz saqlanaveradi. Liboy xohlagan telefon olsangiz, xohlagan telefonni olgan taqdiringizda ham o'sha Gmail akkauntingizni kiritib, Google Diskda yuklab olib, o'sha akkauntingizni kiritib, yuklangan ma'lumotlaringizni qayta yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Mana bu yerda. Xo'p, qanday yuklanadi? Bu yerda akkaunt kiritiladi. Mana bu joyga akkauntingizni kiritasiz. Xo'p, yuklamoqchi bo'lgan akkauntingizni mana plyusni bossangiz bo'ldi. Загрузка bu yuklash. Mana загрузка qilasiz. Google Diskga yuklamoqchi bo'lgan ma'lumotingizni ustiga bosasiz. Xo'p, bosganimizdan so'ng mana shunday ma'lumotlar chiqadi. Akkauntingizni tanlaysiz. Disk, mo'y diskka saqlaysiz. Xo'p. Bulutli tizimida saqlashga rozi загрузка bosasiz. Загрузка bosganingizdan so'ng bo'ldi, o'sha ketaveradi. Hozir Wi-Fi orqali yuklash kerak deyapti. Wi-Fi oldinda Wi-Fi olinmagan, shuning uchun sizda bemalol ishlatsangiz va загрузка qilsangiz bo'ladi. Google Diskga ma'lumotlaringizni yuklab, keyin mana shu yerda ko'rinadi. Bemalol mana bu yerda ko'rib, загрузка qilingan ma'lumotlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Buni avto загрузка qilib qo'ysa ham bo'ladi. O'zi yuklab tashlaydi, lekin bu o'zi yuklab tashlagani sizga qulay emas. Chunki keraksiz narsalarni yuklab tashlaydi va xotiraning to'lib qolishiga, ortiqcha xotiraning to'lib qolishiga sababchi bo'ladi va Google akkauntingiz o'chib ketadi to'lib qolsa xotirasi. Va kerakli ma'lumotlaringizni yuklay olmaysiz va yangi ma'lumotlarni qo'sha olmaysiz Google akkauntingizga. Shu sababli o'zingiz yuklaydigan qilishingiz kerak. Avto загрузкani o'chirib, o'zingiz yuklaydigan qilishingiz kerak. Hattoki bu yerda mana o'chirib olgan ma'lumotlar, korzinkadagi ma'lumotlar saqlanadi.
Xo'p, ko'p narsalarni mana shu yerdan yuklab olsangiz bo'ladi, mana Google Diskdan. Mana shu Googlening bulutli xotirasi deb ataladi. Mana shunaqa har bir akkaunt ochganingizda u sizga 15 gigabaytgacha o'zining bulutli serverlardan foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Mana shu narsa orqali foydalanasiz. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa bizlarni kuzatib boring. Bundan keyin albatta o'ylaymanki, o'zingiz 15 gigabaytgacha Googlening ichki tizimidan qanday foydalanish kerakligini albatta bilib oldingiz va endi bundan keyin o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bulutli tizimdan, ya'ni Google akkauntingizning 15 gigabayt sizga berilgan bepul xotirasidan qanday foydalanish va qanday yuklashni ham bilib oldingiz deb o'ylayman. Hozircha xayr, bizlarni kuzatib boring. Hali bundan ham yaxshiroq bo'lgan mavzularda siz bilan ko'rishamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.